Yangi Toshkentga eng yaqin hududdan sizlar uchun ikkita katta oila bemalol yashaydigan shunaqangi chiroyli xonadon topib qo'ydik. Uyimizni ko'ryapsizlar, juda ham sifatli qilib qilingan. Uyimizda 5 ta xona bor. 3 ta spalni, bitta katta oshxona, tagi to'liq podval. Rigillarni ko'ryapsizlar. Bundan tashqari 3 ta xona bitgan, tayyor kirib yashaydigan holatda turibdi. Bu tarafimizda juda ham katta qilib naves qilib qo'yilgan, bemalol 4 ta 5 ta mashina bemalol sig'dirsa bo'ladi. Mana bu tarafimizda katta letniy kuxnaga mo'ljallangan naveslari bor, tandirxonalari bilan. Uyimiz shunday yopilgan. Uyimiz orqa tarafida 26 metr bo'lib molxona solingan, to'liq chegaragacha. 25 ta buqani bemalol bog'lab boqsangiz bo'ladi. Tepada hashaylar uchun ham joy qilingan. Alohida kiradigan darvozaxonasi ham bor. Joyimiz eng qulayliklardan biri. Joyimiz burchak bo'lib joylashgan. 38 ga 26 bo'lib alohida kiradigan molxonaga darvozalar qo'yilgan. Bu tarafdan uyimizga kiriladi. Burchagimizda do'kon qilingan, mahalla uchun xizmat ko'rsatadi. Manzilimiz Yangi Toshkent hududiga kirgan joy Darxan hisoblanadi. Yangi bozordan 2 qadam, bu tarafdan 100 metrdan chiqqanimizda Yangi Toshkent qurilayotgan domlari ko'rinib turibdi. Joyimiz 10 sotixli, 8 ta xonasi bilan hamma kommunikatsiyaga ega, gaz, svet, suv, Wi-Fi lar tortilgan. Joyimizga 180 ming so'ralyapti, kami bor. Kelib joyda ko'rib gaplashishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lishingizdan chiqazmanglar. Pastda raqamlar qoldirganmiz. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi.